Kız yigit xorlangan, ayak asti kılıngan, ezilgen şu halkının kollarını süygün baminin. Her yadım asman felek, dökülgeçke kan selde. Ejderhanın aksidim, vatanımni algın baminin. Azgın Uygur'nay, vatan koldum her güçlü gey. Ay yıldız ayrılığım, kötü yüzüne pürgün baminin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arsan Live'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü temimiz bolsa Şinjan'a birip kelgenler toğrusida. Hammamizga ayan mushu vatanimizga xijil bo'lmay vatanimizga birip kelyapti. Shu yerda irqiy qirg'inchilik bo'layotgan taqdirdami? Men bularni deb aytgandek, bular hamsi sharafsiz. Bu sharafsizlar haqida yana bir ismi bo'lsa Şinjanlik urg'uylar. Bular haqida bir necha ig'iz gapim bor. Bundan keyin sizlar bunda azam bir şekilde, bunda ucuz bir şekilde vatan berib kelamaysizlar. Biz qo'limizdan kelishicha sizlarga qarshi arz qilamiz. Avstraliyada bo'lsak ASIO'ga, Amerikada bo'lsak FBI'ga, Yevropada bo'lsa hammadan shu yerda o'ziga tushliq yerlarga arz qilish kerak. Bu soatdan keyin qarab o'tirgan, qaqshagan ish yo'q. Bunday şekilde bizning Uyg'ur ana til maktabimizga shikoyat qilib, u yerdagilarni hijolat qo'yib, asli sizlar hijil bo'lishinglar kerak. Bundan keyin unda oson shaklda uni berib keladigan unday ishlar bo'lmaydi. Biz sizlarni to'sab olmaymiz. Vallahi to'sab olmaymiz. Lekin biz sizlarni boykot qilamiz. Sizlar bilan aralashmaymiz. Sizlarni mushtaq saqchi idora organlariga butun dunyo hozir mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'pmi? Qaysi kuni Salih Xudoyor apandimni o'ziga tushliq debberdi FBI'ga qandaq mushtaq shpionlarni, mushtaq satqunlarni arz qila oladiganimiz to'g'riliq. Mushtaq ba qonunlardan foydalanib, hammamiz o'xshamagan yerlardagi hozir yangi vatanimiz bo'lgan, yangi davlatlarning vatandoshi bo'lib ketdik va yoki iqomat qilyapmiz. Shu yerdagi qonunlardan foydalanib, mushlarni joylash kerak. Menga nisbatan bu ishni ayirish kerak. Endi bir qism yaxshi qarindoshlarimiz bor. Garchi boshqa yerlarning garajlarini bo'lib ketgan taqdirdimi, o'zining g'ururiga tayinib, bo'ldi vatanimda irqiy qirg'inchilik bo'lyapti. Mayli ota-onamni ko'misammi ko'may, u Xitoyga yolvurib, men o vizaga başvurup, men bu ishga aralashmayman. Bunday qarindoshlarimiz bor. Lekin aynı şekilde shunda qarindoshlarimizni ichidagi bir qism insonlarmi yana vatandan qaytib kelganlar bo'lganda bularni oldiga chiqib, yana qarshilib, non akagan bo'lsa, ninni tang hambaklanib quvvatidi. Bu qarindoshlarga deynidim, bu insonlarni yiroq turinglar. Chunki men bizzat necha oyning oldira namoyishda bir sapda turgan insonlar hozir qo'rqmay vizaga başvurup vatanga beryapti. O namoyishlarda nimdab turdinglar? Nimdab biz bilan bir sapda turdinglar? Demak, men bu soatdan keyin bir dastonda o'tirib, vatandan berib kelganga qanday ishlansam o'qimayman. Chunki hammamiz anglayapmiz. Aşağıda kirib bo'lgandan keyin nimlar qaysi kontraktlarni tuzib chiqdi, qaysi nima shaklda, qanday shaklda shu yerga ketayotganini anglayapmiz. Bu qanday bu soatdan keyin qanday bir dastonda o'tirib, bular bilan choy ichib tamoq yeyisha olaysizlar. Aniqki, faqat Turkiyada emas, hozir 6-7 nafar atalmış Uyg'urlar tutildi-ku. Bu soatdan keyin qanday ular bilan bir ish nim qila olaysizlar? Shuning bilan bu shpionlar har yerda, faqat Turkiyada emas, Avstraliyada bor, Yevropada bor, qurultayning har tashkilotning atrofida bor. Shuningga Sazgur Turayli bundan keyin shikoyat qilganim yo'q. Aktif bir şekilde bularni arz qilishimiz kerak. Chunki nurun qarindoshlarimiz boshqa yerlarning garajdanligini olib bo'lgandan keyin, chunki bunda qilib qasam ochdinglar.
shu yangi davlatimning bexatarligi to'g'risida sizmi bir to'kpa qo'shishingiz kerak. Ya'ni bu yerdagi faqatla Uyg'ur masalasi emas, masalan Avstraliyani deb aytsak, ya'ni siz bir Avstraliya vatandoshi sifatingiz bilan boshqa Avstraliyaliklar Xitoyning besimiga uchragan bo'lsa, ma sharafsiz Shinjonglik Uyg'urlar tufayli sizmi burchingizni Aziyoga berib deb, bunda ma palana adam asli ayni zamonda panolik tilab yog'in hikoya to'qib qolib qolgan. Endi vatanga berib bizning bilgilarni, bizning Xitoy munda kelishimlarni qilib ma adam berib kelib quvvatidi. Ansam yozda yana berib kelarmish. Shunga daha aktif bir şekilde ma Şinjanlık Urg'uylar hammasi birlashib bir top qurib oldi. Ular ittifoqlashaldi. Endi biz Sharqi Turkistonlik Uyg'urlar bizmi birlashib ittifoq bo'lib mush harakatga bir qism insonlar mushunga o'tish kerak deb nima qilaman. Bo'ldi gapim mishada tugidi. Men bu e'lonni chiqargan chog'da ikki qarindoshimiz qiziqib bizmi chiqardik, bizmi fikrimizni o'tirib qo'yatdik deb u bo'lsa miyada ikki qarindoshimiz hozir sakni taklif qilmoqchi. Guli Maqsud qarindoshimiz va Anvarjon qarindoshimiz. Şıkınlar hoş geldinler. Muşakda azraq bir paranlaşaylı deb o'ylagan. Qina marhamat. Assalomu alaykum oldin ola shikinglar bilan. Aleyküm assalam wa rahmatullah. Assalomu alaykum Arishkanaga. Assalomu alaykum ekran oldidagi qarindoshlarga. Guli qarindoshim, Guli xonim, siz vatandan yangidan kelibsiz. Shu yerdagi yangi ma'lumotlarni biz bilan hamkorlagan bo'lsangiz bek yaxshi bo'ladi. Biz bek qiziqdik. Chunki o'tgan gapni qaytib keldingiz-ku deyman. Yo'q, o'tgan yili 10-oyda berib keldi, qilibdi-ku meni. Yaqinda vatanga berib keldi deb. Vatanda hech qanday irqiy qirg'inchilik degan narsa yo'q ekan. Shunda xushal-xuram yashab o'tibdi. Chet eldagi qarindoshlarningki uchurlarini men olib berib ketdim. Ko'pchilik ma gaplarimiz chaqchaqa. Bu programmani o'rinlashtirganingizga hamda bizni qabul qilganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Asosliq maqsadimiz Xitoyga berishningki qanchalik bir cho'ng bir xatolik ekanligini mushundaq mazgilda irqiy qirg'inchilik qilyotidi degan bir mazgilda Xitoyning konsulxonasiga berib, shu yerdan iltimos qilib, bu tozimi bir qamlashmagan, tozimi bir biz qandaq bir millat bo'lib qoldik, haq bizni qirib olsa, biz yana haqning oldiga berib, shularningki deb tang usul o'ynaydigan. Men boy degan gaplaringizga hamsiga tamoman qo'shilaman. Men mush yaqinning yoqi 2-3 hafta bo'lib ketdimi? Shu vatanga berib ketdi deb qora chaplangan biri bo'lish sifatim bilan mush gaplarni qilishga eng loyiq deb o'yladim. Shuningizga men sizning qonuningizga chiqib berishga gap qilay deb chiqdim. Yaxshi. Anvarjon, anglasam endi hammamiz angladik. Anglasam emas. Mushu 6-7 6'sı tutuldu deyman. Mushu shpion to'g'risida. Mush haqda azroq bir gap ochsak deyman. Bo'ldi. Bu oldi bilan men seninki hozir shu dastlabki tushuncha belgininga qarab men anlatib bo'lgan gaplar ekan. Men hayron qoldim. Shuni men tafsili oldi bilan bilib olay dedim. Bu ya'ni shu Xitoyga iltimos qilib, Xitoyga taslim bo'lib, Xitoyga bormoqchi bo'lgan shu namoyishlar qatnashgan va guruhlarni qurgan bu kishilar haqida texmo tafsiliy bir narsani bilgim keldi. Bu kishilar haqida qanday bir bular guruhida nimalarni deyishadi ekan, masalan, nima maqsadlar bor ekan, bu qanday qilib bu Xitoyga qarshi o'tirg'a chiqqan odamlar qanday bo'lib bu yerga bora olishi mumkin? Bu hech bir kalamda o'tmadi. Bu daha çok grup emas, bular ittifoq demakchi-ku. Bular ittifoqdosh, bir-birini qo'llaydi. Yani biz, yani bilsangu biz da'vo qilayotganlar chechilib ketdik, tashkilotlar bo'lsin, o'xshamagan salla o'kanlarni deyishdik. Salla fikrimiz o'xshamay qolsalam, bir-birini munofiq, shpion deb qilishadigan. Bular bo'lsa, bularning o'rtaq nimasi bor? G'oyasi vatanga berish, vatandagilar bilan aloqa qilish. Shu yerdagi bular munda jihatdan bular ittifoqdosh demakchi bo'lgan. Bular rasmiy top qurib deyishib ular nima yo'q. Lekin masalan mushu bizning Avstraliyadagi Melbourne degan shaharda bular ko'p sonliqchi masalan. Bu soatdan keyin berib kelishiga bu to'sab olmaymiz. Bizlarmi g'arb bo'pmi g'arbda berib kelaverdi, lekin bularni shikoyat qila olamiz. Buni bilgan zamat Avstraliya Aziyo bor,
Amerikada FBI bor, Turkiyada MIT bor. Bular shikoyat qilib, bular bodi. Bizning ansirishimiz bular Xitoy bilan ishbirlik qilyapti. Hozir to'rlarda qarsanglar, hozir ikki tema qizyapti. Uyg'urlarning ichida emas, G'arbda. Birisi Xitoylarning Amerikaga iqib kelishi, ikkinchisi bo'lsa o'xshamagan davlatlarda bo'pmi G'arbdagi Xitoy istixborot harakatlari. Shuningga, menchi bu davlatlarmi Amerika, Avstraliya, Turkiya, Yevropalar hamsi qiziqdi va o'zimizmi mushaqda faqat qaqshapla o'tib emas, biz bir ish qila olamiz bu soatdan keyin demakchi u. Men hozir shunda o'yladim, bu vatanga yoki Xitoyning ichki o'lkalariga borganlarning soni bek ozmiki deb o'ylayman men shaxsan. Masalan, har bir davlatda 20-30 bek o'tib ketib 40 lik bo'lishi mumkin. Eg'iz og'ichligi yo'qmiki deb o'yladim, lekin ammo Turkiyadagi 5-6 Xitoyning jasusi deb tutilganlar haqida so'z qilsam, men mo 2 kunning oldida bir kishini shu Safak Zaytunburnuda dorixona ichib, odamlarni davolab, telefon do'konlari ichib degandek davoning qili namoyishlarga nima qilib bizni o'ziga tortmoqchi bo'lib, ba'zi ishlarni plan qilib, mana qilaylik, unda qilaylik degan birisining shu yaqinda 2023-ning oxirlarida vatanga qaytib, yakanda do'kon ochayotgan bir ko'rinishi Xitoyning do'yingda taqilib ekan. Buni bizning bir necha tanishlar avatib buni taqatdik. Bu kishini hakikaten aslında qaytganligi aniq bo'ldi. Endi bu Turkiya hukumatining dastlabda shu 6 dona Xitoy jasusini tutdik deganiga men belki ishonmagandim. Chunki yaxshi kishilar tutilib, bir xil terrorchi degan qalpoq kelib tutilayotgandan keyin, hamma ustiga shu saylamdan keyin Uyg'urlarning nurg'ulg'an ishlari to'sqinlarga uchrab ketdi, vatandoshlik masalalari bo'lsin. Ondan keyin tutilish ahvollari ig'ir bo'ldi, boshqa shu qonuniy jihatdan kimlik masalalari to'sqinlarga uchrab ketdi sheklimdagi. Chet elga chiqqanlar, pul tepish uchun Afrika u yerga borgan, qaytib kelmoqchi bo'lganlar, ular tutildi degandek. Shuna bo'lgandan keyin men bunday qarasam, bu Turkiyaninki dastlabda Xitoy bilan bo'lgan masalalardan keyin Xitoy bilan bo'lgan siyosiy, tijoriy ishlarni yaxshilab, iqtisodni va Turkiyadagi mal basi o'sib ketish u degan narsani yaxshilab qilaylik deb o'ylagan o'xshaydi. Chunki Amerika bilan bo'lgan munosabatda mo'jaz keraklish bor. Rossiyaning ahvolida bo'lgandan keyin. Lekin hozir u Xitoy Turkiyaning qilgan ishlarga qarata belki ifoda bildirmay jim turgandan keyin ahvolni yaxshilamasang, manda ishlar bor deb shu sal bir uchur bergandek his qildim. Chunki atrofda nurg'ulg'an jasuslar, jasuslik organlari bor mavjud. Biz bilganmi shaxsan necha vaqtdan shu xalqimiz ziyonlanmasin deb yaxshi nomda xalqni qaqsoq qilish bu degandek ishlarga uchur taqib ba'zi bir tashviqot organlariga chiqqan vaqtda uch qashqar men ularning qanday kishi ekanligi haqida ba'zi bir dalil isbotlar bilan tushuncha bergandan keyin nurg'ulg'an mangamo hujumlarni qilib xalqning oldida ba'zi bir kishilarning oldida tuhmatlar bo'lindi. Xalqimiz belki sodda bo'lgandan keyin deyilgan gaplarga bek oson ishonib ketar ekan. Shu bu 6 kishining tutilgandan keyin hozir qarasak ma'lumotlardan nurg'ulg'an dalil isbotlar bilan ularningki qayerda turganligi, kimdan qancha pul olganligi, vatanga borgandan keyin vatandan Qashqarga borganligi degandek har ma'lumotlar kim bilan ko'rishganda Turkiya hukumati bütün uçurlar bilan ma'lumotlar bilan ta'minlabdi. Shuning bilan buningga haqiqatan shunday bir odam ekanligini bildik va hayron qoldik qanday. Hayron kelishdan emas. Hozir degan gaplaringizga men qo'shimcha qo'yay. Shuni tutgan pozitsiyachi. Masalan, men bo'lmagan odamni shunday qattiq qamchilab ketdi to'rda deymanmi? Shu andan keyin bular Turkiyaniki isbotliq tutilgan bo'lsa-mu, ularga qarata yaxshi muomala qilish. Ya'ni biznikichu nimamiz aniq emas hozir. Vatanga berib kelgan Xitoyga uchur ta'minlaganlarga bo'lgan ko'z qarashimiz, ularga yana yumshoq alda shunaqa muomala qilishimiz, voy u yaxshi odam deydi, bundoq yaxshi odam deydi. To'g'ri, hammamizniki yaxshi taraflarimiz bor, yomon taraflarimiz bor. U kundalik turmushda o'zaro yaxshi o'tishgan bilan, lekin oyatdagi xatolikni kechirgili bo'lmaydigan xatolik bu. Uyg'urning uchurini, Uyg'ur tashkilotlariniki u faoliyatlarini hammasini Xitoyga ma'lum qilib turish, Xitoyga erkin ozoda berib kelish, bu kechirgili bo'lmaydigan, har qancha yaxshi odam bo'lsa-mu, va kechirgili bo'lmaydigan ishlar.
bizniki tutgan pozitsiyamiz hozir müşedeki muhim. Bizniki teşvikatımız yine bir küçük bolmaytamdı o yaş kılıp vatandan qaytıp kepti dep berip yoklap kelip alışımız hozir akçan oy mette vatanda mağnima hoş geldin, nana hoş geldin, ona hoş geldin o dep haltılarını, soğatlarını hoşallık bilan qabul kılayotgandymız belkim. Aşı işlarninki bir qançak bir özümüz bilmeylam yani şu qabul kılıp mesela hozir şu Avustraliyada aşı nimden bildimki bir normal iş qalinip qaptı vatanga berip kelişninki özü. Arslan aşkı Avustralya'da hazır açtak Uygurlar sani qanchalik bo'lishi mumkin? Vatanga berishni xohlab viza iltimos qilib degandek açtak bo'layotgan. Mushu qilib tursak chiqdida masalan anandaki shu soqchilar eziyolar cho'qim takip qilib turdi, biz ham takip qilib turishimiz kerak. Masalan mushu Amerikadagi tashkilotlar bek aktiv doim mushu FBI ular bilan ko'rishib turdi. Asha ko'rishib turgan siri mishadagi jamiyatlarga ularni uch qashqara deydichu, hammani deb bo'lmaydi. Lekin xuddi hammadan bir Avstraliyada xuddi hammadan berib kelayotgandek bir tuyg'u borchu. Xuddi ba'zi namoyish chiqadiganlarning tuqqanlari, ota-onalari berib kelyotdi. Ya'ni aşı narsa meni hayron qoldirdimchu. Anandan o kishi hamda o kishilarning ota-onalari berib kelgandan keyin o'zlari namoyishlarda yo'q masalan. Ma'u narsa pek beni şüphelendirdi. Vatanga berib kelganlarning aniq bir eng tuvan bo'lganda mantilik adam berib kelyapti degan bir son bormi? Taxminan. Yo'q, lekin bekjiqda ko'rindim o'shlanday. Chunki Uyg'urlarning umumiy nüfusini bilish tasdi Avstraliyada. Lekin qachonla qarsam palanch berib keldi, ma'nachisi ailesi bilan yozda berib kelmoqchi deb jiq anlaymiz Avstraliyada masalan. Bu adamlar aniq bir mandaylik ikki turlik bo'lishi mumkin. Birisi Xitoyga qarshi amaliy harakatlarga qatnashmagan, yana birisi Xitoyning maqsadlik avatgan yoki bir xizmatini qildigan ikki turlik deb o'ylayman. Bu adamlar asosiy jihatdan shu Xitoy bilan bir munosabatda bor kishilarmi yoki Xitoyga qarshi turmaydigan kishilarmi? Meni anlashimcha har qanday Uyg'ur vatanga ishga kirgandan keyin ma'lum bir jadvallarni to'shqizib, garchi %100 ular bir bilgi aktarma bir information bermaydi emas, lekin ma'vu maktabga doir gaplar bo'lsa, hammadan bular qo'rqmay bular yetkazib, sizlar tufayli biz viza olamadik. Yo'la sizlar tufayli sizlar to'g'risida so'rab buni qo'rqmay deyalagandan keyin, men berayotganlarga besim tushamay, maktab buni oshkorladi deb ma'vu bir qiziq bir narsa aylanib qoldi masalan. Hozir bu Avustraliyadagi bir ona til maktabini taqayotgan masalami shikoyat qilib yoki yo'q, taqalmadi. Ba'zilari viza olamabdi. Olamasdan sababi atıyorum mesela bir çoğunlar alamazsa senin balan şu ana til maktabda o'qiyotdi va yoki ishlayotdi degandek mushnaq nima deymiz, mushi gaplar bilan olamayotibdimish degandek. Lekin vatan kirgan endi biz anladik. Rasmiy o jadvallardagi ustidagi moddalar nereden nergacha. Lekin menga nisbatan her türlü qo'ymasan qanday ishlansa, vatan berib kelsinmi, men otomatikman bir da'vogar bu sifatim bilan men neri turma bu kishidinchu. Evet. Endi menga nisbatan ba'zi insonlar bor, masalan biz ko'rdik-ku, vatanga berib, ismini demayman, lekin ba'zi vatanda berib bir narsalarni ishlab mayli reportaj qilandi yo video ishlamdi. Andan keyin biz bilan ayrim ko'rish, munda ishlab bo'yatdi, bizga bilgi aktardichu. Naq maydon ashar munda bularga eyvallah, bo'pti u ishini qilib. Lekin men faqat bu ota-onamni ko'ratdim deganingga menga nisbatan şerefsizsin yani. Bek qattiq gaqibatim ya. Normal. Ya bizde men bunda gap chiqqan narsa. Anvarjon, sen qanchalik zulm ko'rding Xitoyda, men uqmayman. Guli sizmi uqmayman. Lekin umumiy jihatdan har qancha Uyg'urlar vatanda zulm ko'rsimi, eng oz deganda bir discrimination, bir irqchilik his qildi-da. Mayli bir maktab kirish bo'lsin va yoki ish bo'lsin va yoki bir kamsitish cho'qim yashadinglar. Men buni Xitoy tarafini yashab boqmagan. Men ya bu ishlarni Avstraliyada yashadim va hammanglar bilsizlar, necha oyning oldin Amerikada yashadim. Buni bir qayta deyishning hojati yo'q. Men Xitoyda buni yashab boqmagan. Men Xitoy tarafidan zulm ko'rib boqmagan, kamsitib yashab boqmagan. Mening hayron qolganim,
Her qanday Uyg'ur az degan bir kamsitish yashab baqqanda, masalan Xitoyda, masalan vatanimizda. Oshda turib, men berib, Şinjan'a berib, va ma vatanim yinda payzda men videolarni ishlasam bo'ldi aslichu. Subhanallah. Bizdeki bazı bir köpünçe kandaşlarımız Müslümanlar yani Şarkı Türkistan hamisizdeki Müslüman deyimiz. Bizdeki yani münafıklık, casusluk süpütte yani kana bolsa casus bolup kalamayız, Xitayga ya düşmanga setilgan bolmayız degan meselede iniq emas. Aydınlaşmagandan keyin mesela men bu İstanbul'da bir neçe vakalarga şahit oldum. Mesela ata-anasına yine de turup sakçı telefon kıldırdı. Ata-anasıyla görüştürdü. Ondan biz seninle görüştürüp durmayız. O yerde çok kanda nerede turvatsa, qaysi aşxana tamoq yesa degandek aniki telefon numarini, ma'lum bir aşxananing telefon numarini deppa büyüskünetke o'rnalgan desa, anandaki onu dep berib, shu aşxanaga kirib, adash falan ma'lum saqchisi sening do'koningni so'raganda deppadim, numerini yo'llab berdim, juma, qarin olib qolsin deb, hech qanday bir ish bo'lmagandek normal bir ishlik başta dep berglikchu. Amaliyotda bu diniy jihatdan bu munofiqlik kirdi. Chunki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı vakitte bir sahabiga şu Peygamberimizin qishida turibmi, Peygamberimizle birga namoz o'qib, suhbatlarda bo'lib, urushlarga, jihadlarga birga qatnashgan kishilarning orasida nurg'unlardan keyin munofiqlarning ko'plarini ismini qilgan ishlarini bir sahabiga deb berganki. Lekin shu hech kim demaslikka so'z ilib turib deb berganki, şu vaqtda şu musulmonlarning eng yaxshilaridan bo'lgan şu Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu yani o'zining nihoyatda shubhali ekan tuqchu. Men o'qimasdan shu musulmonlarga ziyon yetkazgan bir gap so'zni dushmanligi yoki munofiqlik deb sog'an bo'lmaydim yo qilsagan bo'lmaydim deb shunda shu bilan so'rab turgan. Men bormi? Payg'ambarimiz sog' deb bergan munofiqning jaslarining ismlarini. Ashlarning orasida men bormi deb davomli so'rab turgan tuqchu. Shu Payg'ambarimiz Makkaga ma'lum bir yurish qilish yo'q doğruluk sahabelerge bir aylık nemini bergen çağda uçur ma'lumotni. Şunun içindeki bir sahabe özününki urug' tuqqanlarga ziyon yetib qilishini ensirib, shu mening tuqqanlarimga deb qo'ygan bo'lsam, boshdan ish bor, ashdan diqqat qilsin, biz urushmoqchi deb shu uchurni yetkazib qo'ygancha. Yetkazib qo'ygandan keyin shu kishini munofiq qatoriga kirgan ki onun tövbe qilishini qilib o'zi tövbe qilgan keyin. Endi biz Əgişdiğən, biz əvəz qıldığan İslamның ən yaxşı kişilərinin arasında maşındakı kişilər bolğandan keyin əlbəttə bizning cəmiyyətimiz hazırkıdək buzulub ketgan zamanda ma'lum bir mənfəətlər üçün ya urug' tuqqanlar üçün şu düşmanni memnun qiladigan, düşman xalaydigan, düşman bilishni xalaydigan ma'lum bir gap so'zini yoki ish harakatini qilishning o'zi bir munofiqlik kirdi-chu. Munofiqlik nima degan chaqda shu millatga ziyon yetkazgan yoki shu Uyg'ur millati xalmaydigan işini şu Xitayga qilib berish yoki ma'lumotlarni berish bu munofiqlik kirdi. Shuning uchun bu masalalarda biz nihoyat inchiki bo'lmasak, shu munofiqlar bilan qatordan bo'lib ketamiz va shu munofiqlar bilan bir dozoqda kuyib ketadigan gap. Shu bu masalalar nihoyat inchikilik bilan muomala qilishimiz kerak. Shu masalan Guli qarindishimiz vatanga bormay turib qanchalik rahat hammamiz ko'rdik-ku, güzel bir açıklama berdiniz şu WeChat'dagi rasm, ay, kun, tarix bilan hammamiz qoyil bo'ldik albatta. Albatta siz zaten unday ishni qilmaymiz. Qanchalik rahatsiz bo'lganingizni hammamiz ko'rdik. Ma sharafsizlar undan narsa bo'lmagandan keyin albatta ma Anvar qarindishimiz degandek har zaman tövbe kapısı uchoq. Biz uni yiptamaymiz. U Allohning ilkidagi ish. Siz qanday bo'ldingiz dastlabda shu to'kmatlar chaplangan chog'da? Men hatto ben Dilyar'a ayrım yazdım. Ben işini bir adres, bir aydınlat bizge. Hakikaten bir şey olsa hazırlıkçı cevap yok. Xumayma ayrım sizler bilen alakalıçtım bu yaşlar kurulu dedi ki la kana buldu bu iş. Devam var mı? Bu şu bitti. Yok aplikatım bula. Çünkü benim oylığım ma bu mailime altı Türkiye'deki işpiyon bolsun veya başka bolsun şuncuk nefret bile ama Uygurlar uygunup dedi. Hem de caylardan boldu. Karşısa sizge nispeten tamamen başkaçı bir muamele yani. O'xshash muomala qilish kerakdi. Ayni chog'da meni vatanga beribdi deb tuhmat qilib, endi tuhmat ekanligini bilmay tillab solgan qarindoshlarimiz bak chiqchu. Boshqa o'xshash hozir. Endi Avstraliyaningki o'zida bor ekan ana.
oniki shunchalik ko'p qarindoshlarniki vatanga berib kelishini bir ona til maktabninki shu bayonotidan bildik. Umum ahvol aylanib qolgan ahvol chiqib qolibdi ana. Endi o'ziniki Avstraliyadan izlamay vatanga borganni. Manga tuhmat to'qib izlaganiga yana kelib bir tashkilotning odamiy sifatida o'tirib chiqib undaq deyishiga bu yo bir tuhmatiga o'ziniki qilgan tuhmatiga bir uchiqlama bermidi. O işnimden işnim yok. Bir vatan haini bir ölüm cezasıga ve vatan azat bolsa şu ölüm cezasıga darga esip öldürdiğen bir cinayetni manga töhmet naşdan artıp qanchalik ig'ir ekanligini o'zim his qilmayotdim. Bir şu ahvol. Men ishonamanki faqat Victoria'dagi emas, faqat Uyg'ur ana til maktabi emas, bu shaxta cho'qim boshqa tashkilotlarmi mustaq narsaga duch keldi, lekin demayotdi. Inshaalloh bu ana til maktabimiz boshlatib qo'yibdi, boshqalarni o'tirg'i chiqishni xohlayman. Herhalde umumiy bir ahvoldek turdi-chu, faqat Avstraliyalar emas. Mushadagi maktabniki bayonot to'g'riliqmi gap qilib qoldi. Tamam. Amaliyotda ana til maktab o'zininki qanchalik bir muhim maktab ekanligini his qilmabdi deb o'yladim. Oyatdagi bo'lingan gapni amaliyotda o'ziga qilingan tuhmat emas, biz qoltis bir maktabganmiz, ana tilni qo'g'dash uchun bir ish qilyapmiz deyish, shunday his qilish kerak-ku. Xitoyninki qilgan gapini amaliyotda bo'lsa Uyg'ur tilini yo'qotish uchun qilingan bir hujum, shunday bir siyosatniki bir nim qilib, maktabni qurbon qilmoqchi Xitoyning amaliy siyosatida. Masalan, shunday desa, Uyg'ur ana til maktabga borsa, bolalarni basa, viza bermaydi deganni bir qurol qilish orqali maktabni ojizlashtirmoqchi, maktabning ichidagilarni o'zaro bir-biriga tushirmoqchi, ish qilib amaliyotda bo'lsa, maktabniki bo'lishi bir yaxshi. O'zi qanchalik bir muhim rol o'ynayotganligini tushunib yetish kerak. Lekin cho'qim oyatdagi bergan bayonotniki mazmunida bir o'zgartirish kirgizib qo'ymasa, bu ana til maktabimi xalqning ko'zidan tushib qoladi bo'lmasa, aslında Xitoyninki kutgan yeridan chiqib qoladi. U yerdagi bayonotida deyishicha, aslında masalan oxirgi bir jumladami menki shuna bayon qildi. Vatanga berib kelganlarga alohida rahmat aytibdi uchur ta'minlaganligi uchun. Vatanga berib keldingizga ko'p rahmat deyish kerakmi? Bu bir gap xato. Xitoy bizga tuhmat qildi, bizning ona til maktabda ishlaydigan Xitoy. Bu gapmi bir xato bo'lib qoldi oyatda-chu. Maktab muhim qilayotgan hozirgacha qilayotgan ishlarimiz biz qoltis ish qilyapmiz, Xitoyning ko'ziga qadalgan bir mahkammiz deb tushunish kerak. Biz Uyg'urlarmi ana til maktabga hujum qilmay, oyatdagi vatanga viza iltimos qilganlarni bir qo'llab qo'yishdek bir ma'no chiqib qoldi. Shu bir vatanga viza iltimos qilishni cheklashni tashabbus qilish kerak. Yana birisi o'ziniki davomli ana til o'quvchilarga ham ularni vatanga borganlarniki bolalarni o'qitmaymiz-yu, o'qimisi mayli-yu desak, yana o'zimizga ziyon. Hammasi Uyg'ur bolalari, hammasi o'zimizniki bolalari. Davomli o'qish kerak. Oyatdagi vatanga iltimos qilib, vatanga borgan viza Xitoyga viza iltimos qilishni tanqid qilishimiz kerak, ham cheklashimiz kerak. Shuni tashabbus qilishimiz kerak aslida. To'g'ri deysiz. Anlashimcha, chunki ayada ma'lum, masalan, hukumat organlariga ma'lum qilg'ashqa shu Xinjianglik urg'uylar chichanshik deb undaq qilmislarda besim tushiribchi u bichora o'qituvchilarga. Ular anlashimcha hammasi volunteer bo'lib ishlaydi. Nurg'un yiroqyalardan kelib besim tushib, ajaba shu bayonotni chiqarish uchunmi bir nurg'un nimkatda avatamdoq deb bilqinayt besim tushyapti bularga. Aslida besimni bularga tushamay, sharafsizlarga tushirish kerak-ku. Hamda men boya degandek, bu bir qism insonlar bo'ldim vatanga bormay deyapti, lekin yana shu vatandan kelayotganlar bilan aralashib, yana adashib yurib qilyapti masalan ishkilarni so'ray, bu ish qanday qaraysizlar? Men o'ylagandek shu qattiq qo'lliq bilan nima qilish kerakmi yo bu qanday? Anarjon siz avval gap qilgan so'zlaveramdim yo. Menimcha bu masalalarda biz shaxsan men Turkiyaga kelgeli chet elga chiqqali 8 yil bo'ldi hozir. Shu Xitoyga qarshi harakatga o'tib, o'tirg'i tushib, o'zimning maydonni uch qilg'ilimi shu 5 yildan ishib qoldi. Bizanki men o'zim shaxsan shuni o'ylayman, shu vatanga berib kelganlar bo'lsin, Qozog'iston, Qirg'iziston, masalan, O'zbekiston taraflarida necha million Uyg'ur bor-ku. Bularning hammasining degidek qalbida bir albatta vatan sevgisi bor. Hattoki shu Xitoyga setilgan
şu Xitoyning jasuslarni ularni ketdi kechirgili bo'lmaydi. Shularningmi qalbida albatta bir har qanday bir maxluqotningki hatto eshakningmi ko'ngli borchu. Shu bir ursak yoki shuni ballarga chiqilsak bizlar tepido yoki tishlaydi. Şu kishilarningmi bir vatan sevgisi Xitoyga bo'lgan bir nafrati bo'ladi chuqum. Biz buni aqartish xizmati bilan va chuqum Xitoydan qutulganligimizni, chuqum Xitoyga qarshi harakatda bo'lishimizni buning uchun tirishchilik mayli biz o'zimizning bu dunyo ko'zi bilan vatanimizning mustaqilligini ko'raylik yoki ko'maylik, chuqum bor kuchimiz bilan Xitoyga qarshi turishimiz kerakligini aniq tushuntirib beramidik. Biz bu şu bulup tor vasıtalar bilan naytı yaxşı paydalanışımız gerekti. Şu Otur Asya'daki kardeşlerimizin oygutub işte kılışımız gerekti. Lekin nurgulluğun načar kişilerninki ziyankeşlikleri bilen, tosallık kılışı bilen yoki yeterlik bir qo'llash, ittifoqlashish, hamkorlashish erishmasligimiz sabab bilan sen oncaq küçüden Uygurca şu teşviqat qilishga maguli xanım oncaq küçüde lekin tosalg'ularga jiq uchrab ketdik, qo'llashga erishamadik. Shuning bilan bu ish to'xtab qoldi. Agar amaliyotda biz haqiqatan shuningki milliy tuyg'usini uyg'ondira olsak, o'zimizningki shu vatan uchun shu o'tgan qahramonlarimizning qahramonlik dastanlarini anglata olgan bo'lsak, biz ularga jiq o'zgartirish kirgizalaydik. Amaliyotda endi hozir qanday bo'ldi desak, nurg'unlagan kishilarningki vatanning mustaqil bo'lishiga ko'zi yetmay, biz mushundalar o'tib ketishga o'xshaymiz. Shuning uchun biz pek ahamiyatsiz ishni qilmay Xitoyga taslim bo'laylik deganga o'xshash ideya ko'payib, şu Türkiye'nin hozirgi naq vaziyatining o'zidimi siyosatga aralashmaydigan, butunlay o'zininki şu beshini sangiltib, to'yga qushga o'xshash beshini qumga kun bo'lgan o'xshash, hamma ishdan ayrilib, hatto şu vatan to'g'riliq gapsiz bo'ldiga bormaydigan shundaylik bo'lib ketdi-chu. Xuddi burun masalan bir yilning oldida Xitoyga qarshi faoliyatlarga o'tganlarmi, ya'ni bir necha yil aralashmasam Xitoy kechiritamdiki degandek bir umid bilan aralashmaydigan vaziyat shakllanib ketdi. Bu nihoyatda xatarlik endi. Bu vaziyat shunday davomlashadigan bo'lsa, bu hammadan mustaqil vatanga xotirjam berib, yerlashib degandek mana bo'lib ketadigan vaziyat bo'lib ketishi mumkin-chu. Hozirgi tashkilotlarning ahvollari nihoyatda yaxshi emas, qo'llash yo'q, odamlar oz yig'inlarga bormaydigan degandek mashta bo'lib ketdi. Shu nima Ahmadjon Qosimovning bir vaqaligini tunigun nima taqib qo'ydim. Shu odamni Rossiya tarbiyalab ekan Sovet. Tarbiyalangan vaqtida shu Rossiyaga ishlaydigan, Xitoy bilan ittifoq o'tadigan, Xitoyga avtonomiya shaklda nima qilganga so'z berib degandek ashunda so'z beribdi ekan Sovetlarga. Vatanga qaytgandan keyin nurg'ulg'an kishilarning ahvolini ko'rib, andan keyin shu qaytadan vatanning tarixini, Uyg'urlarning tarixini o'qigandan keyin 1000 yildan ortiq Xitoy bilan bo'lgan butun urush, qirg'inchilik, bu Xitoyning vahshiyligi, nacharligini tunib yetgandan keyin oxirgi mezgillarda shu Rossiyaning avatga odami Ahmadjon Qosimovga shu sarmishtarlik Beijingga yig'inga borgan, avtonomiyani qabul qilgan degandan keyin yo'q, biz mustaqil bo'lmasak qat'iy bo'lmaydi. Bizning mustaqilligimiz shart deb shu to'g'riliq Xitoy bilan qat'iy inoq ittifoq yashamaydiganligimizni, Xitoy avtonomiya bo'lib qolsa, cho'qimki qon to'kishning to'xtamaydiganligi, qirg'inchilikning, qalaymaganlikchilarning to'xtamaydiganligi, haqsizlikning to'xtamaydiganligi haqida so'z qilgandan keyin ruslar deydi ekan, sen o'zgarib ketibsan, biz seni tarbiyalaganda unda emassan, sen Xitoy bilan birga yashaydik deydi, yashaymiz mayli, men shuni qo'shilma deydi. Deb nima qilsam, ben bunun amaliy shu Xitoy bilan yuz turani yashash jarayonida o'zimizning tarixini, vaqalarni qaytadan o'qigandan keyin bu Xitoy bilan hargizmi yashashning mumkin emasligini tunib yetdim. Shuning uchun nima bo'lsak bo'layli, qanchalik badal to'lasak mayli, Xitoy bilan hargiz birga yashayolmaymiz. Faqat bo'lmagan chog'da bizni shu Sovet nimasiga qo'shib olsanglar mayli, shu Sovetning birligiga qo'shib, Qozog'iston, Qirg'izistonni qo'shib olganda qo'shilinglar, bo'pti. Biz Xitoy bilan yashayolmaymiz, ruslar yashasaq mayli deb shuni debdi ekan-chu. Biz shu Ahmadjon Qosimov tushungandek, o'zgargandek shu to'rvasidan foydalanib turib, butun dunyodagi Uyg'urlarga, Sharqiy Turkistonliklarga Xitoyningki
haqiqiy absi bashirsini to'liq ko'z tupuralagan bo'lsak, o'zimizningki insoniy, milliy va diniy burchimizningki mayli biz qanday qiyinchilik uchrab ketayli, mayli biz mag'lub bo'lsakmi, qiyinchilik uchrarsakmi, tutilib ketsakmi, nim bo'lsak, cho'qim badal to'lab biz o'zimizningki mangulik qadr qimmatli yashaydigan Allohning huzurida yuzimiz yorug' bo'ladigan shu badal to'lash bilan kurashni davomlashtirishimiz kerakligini to'liq tushuntirib berishimiz kerakdi. Lekin afsus, bizningki nurg'unlagan kamchiliklarimiz har soatdagi mayli ziyolilarimiz bo'lsin, mayli diniy olimlarimiz bo'lsin, ko'plab biz moslashib bermadi. Nurg'unlagan ziyoratlarga, nurg'unlagan savollarga javob berishimiz bo'lmadi. Ahamiyat bermedi. Shuning bilan biz muassasasi yolg'iz qoldik degandek. Bu ishlarni jiq taraqqiy qildiramadik. Men shaxsan. Lekin yana voz kechganim yo'q. Yana ba'zi shu xizmatlarni davom qilish uchun jiq tayyorliklarni olib beryapman inshaalloh. Xayrlisi. Ya'ni lekin bizningki amaliy ahvolimiz balki xatarga qarab ketib bormizda. Guli xonim. Anvarjonning gapini yig'inchoqlab aytsak, shu tashviqotimiz yetarlik emas demoqchi bo'ldik-ku endi bir hisobda. Xalqni tunutish, o'zining qilmishining munofiqlik ekanligini bildirish. Shu qator tashviqotimiz bo'lmagandan keyin o'zi bilib bilmaylam Xitoyga xizmat qilib qoldi, uchur ta'minladi, bir josuslik qatori shu munofiqlik, josuslik qilmishiga kirib qoldi. Nima o'zimizga yetarlik emas ekan deb tushundim. Lekin sizningki savolingizdan sal chetnab ketdikmi, qandoq biz qandoq qilishimiz kerak degandek his qildim bu. Yo'q, bo'p iliqi meni da'vatqanim abay degan gapimga mushla o'zimizmi, masalan, iliqi vatan, garchi o'zimizmi bo'ldi vatanga bormaymiz deganlar bo'lsaqmi, yana mushu fikrda bo'lgan ba'zi qarindoshlarimiz yanla vatanga berib kelganlar bilan aralashib yurotirichu. Mushaqda yana aralashib yursak bo'lamdi mushlar bilan? Savol. Meningcha bo'lganda vatanga borganlar ota-onam, yurtim, vatanimni ko'gil bodim deydi, lekin u ish bilan u yerda to'xtab qolmaydi. Borgan ekan, lekin Allohniki bir bu savol so'roqlarga u yerda kimlar bor, kimlar bilan aralashsa, uchur so'raydi shu. Uchur ularniki egalmoqchi, uchur orqali tahdid qiladi, kontrol qiladi. Shuningdek bizningki qilishga tegishli ishimiz biri vatanga berishdan to'sish, agar berib kelgan bo'lsa, orliqni cheklash, ham eng muhimi report qilish muhim. Kimlar vatanga berib kelyotdi degan report qilish. Biz masalan men hozir Kanadada. Men Kanada fuqarosiyman, vatanim moya deb qarayman. Hargizmi Xitoy pasporti bilan chiqqanda men joyda Xitoy demayman. Kanada uchun. Kanadaniki bexatarligi, ya'ni shunday qo'sh uchur ta'minlaydigan ishlar tamoman josuslik qilmishiga yotadi. Undaq bo'lgandan keyin bu hozirgi o'zimizniki turishliq davlati, o'zimizniki vatani bo'lgan mushaninki bexatarligini eng avval o'ylashimiz kerak. Qilayotgan qilmishlariniki vatanga berib kelibdi. Buning ehtimolligi bor, bundoq josuslik qilish ehtimolligi bor. Mendagi Uyg'ur community, bizning Uyg'ur jamoatimizniki uchurlarini nim qilish ehtimolligi bor deb report qilishimiz kerak. To'g'ri. Biz bir qarindoshimiz shikoyat qilish shart deb yozib qo'yibdi. Yana biri endi haqni ayblashda, vatanga berib kelibdi degan ayblashda bo'libmi tashkilot yoki shundoq masalan hozir ona til maktabniki u bayonoti chiqdi. Yoshlar qurultayiniki odami o'tirib chiqib ichki ishlar ministri bir tashkilotga tava odam chiqib tuhmat qildi. O'ziniki qilgan ishiga ega bo'lish kerak ekanliginchu. Ya. Chunki navbada unda gap yag'in chiqdi. Agar rost bo'lgan bo'lsa, men shu dilyorlar bilan birga sizni ayblab, men gulim tutinglar, osonlab deyish beratdim-da, lekin unda ish yo'q. Masalan, subhanalloh. Xayr. Endi bu yerda ba'zi yangi tutilgan shpionlar cho'q bu 6 tal bilan qolib qolmaydi-chu. Men bir xilji shpion bor u yerda. Endi bu shpionlikqa bo'lgan marhamatdamdoq, ish og'rishdamdoq, uydagilar bo'g'ashqa, hammamizning uydagilar bor, sanki bizga o'xshash bismlarni ishlatmamda, masalan, boshqalarimi. Ajab ular yumshoq qilib qoldi ba'zilar, masalan. Bular qanaqa qaraysizlar? Muomalamizchu maydonimiz aniq emas, aloq bo'lganligi unda qarshimizni Abdullah berib kelibdi, biz boramagandan keyin bular o'z pasim mayli degan qarashdiki odamlar, insonlar ko'p bo'lgandan keyin shu bir normal ahvolga aylanib qoldi. Amaliyotda bo'lsa
qandaq u bir vatanga berip kelishninki qilmishi sizningki bir millatingizni qirayotgan vaqtda siz bu yerga berib kelishning qanchalik ig'ir ekanligini biz qandaq tushuntirishimizni, qandaq tashviq qilishimizni rost desam ham bilamadim. Bo'lsa pat shundaq oramizdagi masalan Abdulim olim deymiz, bir kimdan o'tirg'i chiqarib bir ko'proq foydali tarbiya ahamiyatlik shundaq suhbatlarni ko'proq o'rlashtirib qilishimiz zarurmidi shu texnik foydalimidi deb o'ylab qoldim endi. To'g'ri, chunki menmu ba'zi insonlar mening gapimni anglab qilib keyin ayrim deb demisimi masalan o'zini demaydi-da. Mening bir tuqqanim bormoqchi, keyin sening gapingni anglab va yoki mushta fikrlarni anglab qilib bir xil qanday qilaman deb shuni bo'lsa aslida bir tuyg'uni biz berib ishkini qilmaymiz, lekin en azından miyani bir uyg'ontirishga tirishalaymiz-da. Boy deganda report qilish masaladimi? İsmingizni o'tirg'i chiqib report qilmaysiz, ya'ni ya telefon ya email yozib report qilib bo'ldi. Shuningga ma'lum darajada voy vatanim uchun hechnim qilamidim degan bo'lsangiz, mushu harakat FBI'ga, ASIO'ga, MIT'ga, qaysi davlatning istixborot tashkilotlari qaysi davlat yashayotgan bo'lsangiz, shu davlatga istixborot tashkilotiga ma'lum qilib, men degan Poloniyaning vatandoshi, atıyorum men Germaniya vatandoshi, mayadiki bizde Uyg'ur German vatandoshlarga mustaqbir xavf bor o'zingning vatandoshlarga debchi. Musta doim masalan bir ishimiz qilsak yetmaydi, doim qilib tursak ham mayada bir problem, mayada bir masala bor ekan-ku debchi. Ananikin diqqat torttirmasdanchi. To'g'ri. Navbat san keldi Anvar. Bu vatanga berib kelayotganlarninki men o'ylashimcha cho'qim o'zi ishlanadigan bir nim borchu. Alishayotgan yoki Xitoyning boshliqlari deymiz, soqchilari bo'lamdi. Ashlarning so'zi bilan u yoki ashlar qilgan xizmati bilan ishqilib bir Xitoyni rozi qilgan, mamnun qilgan bir ular bera olishi mumkin. Bo'lmasa hech kim yilonning o'ziga o'zini atmaydi. Shu bu insonlar bilan bo'lgan munosabatdan aytib diqqat qilish kerak. Bo'libmi hozirgi vaziyatda pek xatarlik hamda. Atrofimizda nurg'un kishilar bor, shu Xitoyninki shu munofiqlar bilan josuslari sababli zaharlanib shahid bo'lgan, boshqa xil shaklda nim bo'lgan degandek, masalan Abdug'appor Ajim, Mahsum Qanajim, Abdulhamid Shoir degandek nurg'un kishilar ana bir voqeliklar bilan vakit başında bir o'tganda bir tashviqot, Uyg'urlarning tashviqot sifatida shu vatandagi Xitoyning soqchilaridan keyin mishadagi odamlarga ashadek biz degan odamlarni zaharlab birdigan yoki boshqa xil usulda jalab birdigan odamlarni topqilib bo'lamdi. Boshqa millat bo'lsin mayli, necha pul ketsin mayli, pulda chatoq yo'q degan Xitoy soqchilarining ovozlarini tarqaldi. Shunga o'xshash ishlarni qilib bergan bo'lishi mumkin. Belki ishqilib ashunga yaqin ishlarni qilib bergan bo'lishi mumkin. Shuna bo'lgandan keyin bizda bir narsa deb qo'yilmaydi, balkim biz yaqin bo'lsak palonchida alishotma bu degan jarayonda uni bir taraf qo'ytamiz yoki bo'lmasa qo'ytirgan mashta bir odam bor, sen uning moslashib o'rnini degan dappa ma'lumotlarni nadnim yeydi degandek. Mashta bir ishlar ishtirok qilishimiz mumkin. Shunglashqa vatanga berib kelgan ashtaq odamlar bo'lib qolsa cho'qim yiroq turmasak o'zimizning hayotimizni xatar yetib qilish mumkin. Xeyr. Mening bu boshqa nima yo'q tema, agar o'tirib qo'yadigan boshqa tema bo'lsa, qo'ysak bo'ldi. Va yoki qanday? Asosan so'zlab bo'ldik deb o'ylayman, men asosan gaplarimni deb bo'ldim. Endi xuloslab o'tay. Anvarjon gaping bormi deb qo'shimcha? Abi ham bir gap qisqacha bo'lib o'tib ketdi. Bugun ma'lum bir guruhda bir gap so'z bo'ldi. Sizning qilayotgan ishingizning nima foydasi degandek gap so'z bo'ldi. Amaliy ishning gapi chiqib, amaliy ish degan nima u bu, sizning qilayotgan ishingizning nima foydasi degandek bir gap bo'ldi. O'tganda bir amaliy bir misolni bersam, bir tor vositalarda shu Istanbulda Xitoyning mahsulotlarini sotadigan u yerga yuz yepiq ayolning kirgandan keyin u yerda bir gap so'zi bo'linib, pek g'ulg'ulab ketdi. Ondan keyin sen bir programma qildim. Onun oldida biz bir 30-40 minutlik bir video qilgandik. Shu
vakalik to'g'risida va Mhm. shu satqıchını qattiq ayıplab, hech qanday bir diniy nasihatningmi, insonlik darsiningmi hech qanday bir narsaning foyda qilmaydigandek, mana bir darajaga berib ketganligi haqida qattiq bir ifodalarni ishlatgandan keyin u satqıchi ayolga qattiq ta'sir qildi u gap. Hmm. Boshqalarmi uni yetkazib qolgandan keyin u ayol u do'konni taqabdi. Oh. Keyin u do'konni taqab boshqa bir kiyim do'koni ochibdi. Keyin bizning yaqinlarga o'ynamoq qilyapsizlar. Nima ish bo'lib ketdi bu degandan keyin Anvar degan bola boshqa bek qattiq gap qilib do'konni taqatib etdim. Shu Ya. gap bilan bek ta'sir qilib ketdi. Boshqa gap qilamdim, men inson, men Uyg'ur, men musulmon deb demak nima degan chog'da abiyam sen degandek mayli qanday odam bo'lishidan qat'iy nazar insonlar Hmm. bo'lsa uning bir gap ta'siri qiladi endi bir. Iliqqa bir Uyg'urlar maqol tamsil bor. Yomon gap boshni yarar, yaxshi gap toshni yarar deb. Shu o'tadigan shakldagi tushadigan oshqo'shlik gapni topa olsak, albatta har qanday odamga ta'sir qilishi mumkin. Bu bizning qilayotgan ishlarmi iliqqa nurg'un kishilarningki fikr doirasi chekli bo'lgandan keyin bizning ishlarimiz ko'zga ilib ketmaydigan bir qism kishilar bor. Buning foydasi, buningki ahamiyati yo'q, bu yani amaliyotda ahamiyati bor, yani har qanday bir ishninki. Mushta ahamiyati yo'q, sizlarning qilayotganlar masalan kichik ishi ahmay desa, menga nisbatan bular Qur'oni Karimga qarshi chiqqan bo'ldi. Chunki Qur'oni Karimda demasammi ilk tushunmalar bor. Bir tomchi suvni ateşni o'chirman deb. Hani shu kichik cho'milning harakatini qanchalik faxrlanib bo'lib ketdi. Bizmi shu kichik cho'milchilik bo'lishga tirishayotganlar. Agar mushta kichik ishlarni salda ko'rganlar, menga nisbatan Qur'oni Karimga qarshi chiqasiz. Yani çünkü bu ayet var bu tema hakkıdır. Neyse. Gülay Hanım, ahırkı sözünüz var mı? Hani ki ekran yapasam olur. Oxirgi so'zim mayda yaxshi temada, yaxshi bir temani yaxshi emas, bu vatanga berib kelishning o'zi demakchi bo'lganim, shu ish to'g'risida texnik aniqroq bo'lgan ifodalagan bir yaxshi ahamiyatli tarbiya ahamiyati yaxshi program bo'ldi deb o'ylayman. Sizga o'rlashtirganingizga rahmat. İnşallah. Anvarjon sen mi o'rlashtir? Gülay Hanım siz mi yana o'rlashtirasiz? Mushta demakchi abay Anvarning gap olgan bo'yicha mushta deb tursak, musha insonlarning aqliga sap tursak, demak ma'lum bir darajada to'xtalaydi ekanmiz, qo'limizdan keldi. Ekranda so'zlab tursak, so'zlayoladiganlar. Ma'lum qildigan ma'lum yerlarga ASIO, FBI'larga ma'lum qilib tursak, boykot qilib tursak, mushu uch harakatni qilib tursak, bu ishni biz hal qila olamiz deb o'ylayman. Bo'ladi, qarindoshlar, Anvarjon, Gulay xonim, rahmat. Sizlar ekrandan tushib ketmanglar. Men ekranimni yipitaman. Qarindoshlar, anglaganlar, hammaklab qo'yinglar. Bo'lsa taqtib qo'yinglar. Mushu Shinjonlik urg'uylar, sharafsizlar ko'rsin. Kelar qatim ko'rishgacha amon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.